Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgüç qarindaşlar. Sual ve cevap namlıq programımız arqalıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damoğlan. Damoğlan programımıza hoş geldin. Riyasetçi men Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindaşlar, bugünkü programımızda Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'nin e-mail adreslerine ve Facebook Messenger hesaplarına kelgen bazı suallara cevap verip bitimiz. Bu programımızı kızgın görüşünlerini ümit kılımız. Hürmetli Damoğlan, kelgen suallarının ki birincisi bir kardeşimiz şundan soraptı. Uygur Müslümanları yani bir dinga etiqat kıldı, bir Kur'an'a ve bir hadis'e işinidu. Yani şundak durup nime üçün bular birbiri bilen ihtilaflaşıdı. Yani birbiriga nime üçün şundak azar beridu deb bu sualını soraptı. Bu sualın ki birinci kısmı. Vakti kısaca düşünce bir başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî enzele ala abdihil kitâbe ve lem yec'al lehu ivaca. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin en-nebiyil ummi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sümme amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve taala bu kardeşimizden razı olsun. Bizimki milletin ahvalıga ne kadar köğün yerin boğallığı ve etişkallıqıdın bu açık sualını soraptı. Yani dinimiz bir, Kur'an'ımız bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bir. Boşundak durup nime üçün bizden işimizden boşundak talaş tartışlar ya ziddiyetler buludu. Bu sualına cevap verişten burun bir hakikat var, onu bekitiş lazım. O bozumu Allah subhanahu ve taala bütün müminlerini qarindaş bolaşqa çaqadı. Ve birlikning ahmiyetinin ne kadar zürür muhim ekanligini bayon qildi. Meyli innemal mu'minuna ihva fa aslihu bayna akhawaykum degan oyatda bo'lsin. Müminlar hammamiz qarindash. O'zaro qarindoshlikni texamul mustahkamlanglar, ziddiyat ya tushunishmashlik bo'lsa isloh qilinglar. Onundan başqa oyatlarda Allah subhanahu ve taala'nın diniga birlikte esirishqa ve bu dinde talash tartish qilib bölünüşninki hata ekanligini bülenmeslikka chaqiriq qildi. Bu dinimizning umumiy tashabbusi musulmonlarninki birisi-birisiga ega, birisi-birisiga vali, birisi-birisi bilan qarindosh, birisi-birisini yaxshi ish buyurib, yomon ishni to'sirgan, birisi-birisiga ega bo'ldigan, mazlumlarga yordam qildigan, zolimlarga birlikda qarshi turdigan umumiy dinning tashabbusi mushundan iborat hamdi. Bu nokta bu nimani ifodalaydi desa, bu xuddi musulmonlardan Allah subhanahu ve taala namoz o'qinglar, zakat beringlar, haj qilinglar deb nurg'un jihad qilinglar deb nurg'un ibodatlarga buyurgandek birlikka, hamkorlikqa, o'zaro qarindoshlikqa mushundaq buyurdi. Nurg'un bu hammasi qarindoshlik masalalari hammasi bu qalbga munosabatlik ma'naviy ishlar. Hissiy nurg'un ibodatlar va inson qilishga tegishlik ma ishlar cho desa bu ma'naviy, ya'ni qalbga munosabatlik muhim ibodatlarning biri. Allah subhanahu va taolo farz qilgan, buningga buzg'unchilik qilishni harom qilgan, shaytonning va dushmanninki mu'minlarning orasiga cho bu shundaq ziddiyat soldiganligi, müminlerin birisi bilan jidalga saldiganligi bu şeytanning ishi deb Allah subhanahu ve taala Qur'oni Karimda innama yuridu şeytanu en yuqi'a baynakumul adawata vel baghdha deb şeytanning ish ekanligini bayon qilgan. Mush birlikni saqlash uchun Allah subhanahu ve taala nurg'un ishlarni cheklagan. Shuning qatoridan g'aybat qilish, nima uchun birlik ziyonliq, suxanchilik qilish harom, nima uchun birlik ziyonliq. Araq ichish haram, nima uchun bu dushmanlikni keltirib chiqardi, urush jidalni keltirib chiqardi. Obro'yni tukash haram, nima uchun desa, qon tukashga o'zaro musulmonlar ichida odatda ziddiyatning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni nurg'un gunohlarni
nurg'un cheklamalarni Alloh subhanahu va taolo qo'ydi. Buning zini ne gelib bardi desa, musulmonlar ichidagi birlikni buzishga elib bardi. Birlikni buzishga elib bardiganligi uchun Alloh subhanahu va taolo munosabatda mayli qalbga munosabatlik amallar bo'lsin, mayli hissiy amallar bo'lsin, nurg'un amallarni chu Alloh subhanahu va taolo ishlarni shaklda ma'lum ishlar qiziqtirdi, ya'ni birlikka elib bardigan ishlarning hammasini qilish qiziqtirdi. Buning manda mukofot bor dedi. Birlikni buzdirgan ishlarning hammasini chekladi. Buning jazosi manda deb buning uchun Alloh subhanahu va taolo belgiladi. Bu haqiqatni tunugandan keyin ikkinchi bir nuqta va ummi bir haqiqat. O nimadan iborat desa, Alloh subhanahu va taolo bu sinoq dunyosi bo'lg'achqa insonning hammasiga ixtiyorlikni berib yaratdi. Ya'ni malaikalarga o inson o'xshamaydi. Malaikalarni Alloh subhanahu va taolo la ya'sunalloha ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular Alloh buyurganini qiladi, Allohga asi bo'lmaydi dedi. Lekin insonga desa, Alloh buyurganini qilish ixtiyorligini, erkinligini berdi ve buyurganını qilmaslikdan ibaret bu erkinlikni mu dunyoda berdi. Dunyoda inson ve hadaynahun najdayn. Yamanlıqning, yaxshilikning yo'li ishkili shu bu insonga nisbatan uchoq. Ya'ni yaxshilik qilay desa qila oladi, yomonlik qilay desa shu inson qiladi. Qilgan yaxshilikning mukofotini cho'qim oladi. Eskilik qilgan bo'lsa, buningga tavba qilmagan bo'lsa, uning jazosini Alloh afv qilmasa tatidi. Demek insanda yaxshilik yo'lida menish, yomonlik yo'lida menishdan iborat bu ikili yo'lni Alloh subhanahu va taolo inson ma'alaydigan qilib yaratdi. Unda bo'lgandan keyin bu birlik shundoq muhim bo'lsa-mu? Birlik masalalari bir ummatning g'alaba qilishi, ustunlikka erishishi, dushmanning ustidan g'alaba qildigan, kuchga erishishi birlik bilan bo'ldigan bo'lsa-mu? Lekin bu birlikka amal qilmaydigan, bu birlikni buzishga harakat qildigan insonlarcha tarixdan buyon insonlar jamiyatida mayli musulmonlar ichida bo'lsin, bo'lib musulmonlar ichida boshqa din, boshqa insonlarning chuqum bor, musulmonlarning ichida bu bo'lib keldi. Xususan bizningki yaqin tariximizda bu birlikninki shundoq ahamiyatining zo'rligi aniq bo'lsa-mu, buning zinini shundoq eg'ir tatgan bo'lsak-mu, yanılaço desa, bu birlikninki ahamiyatini yaxshi turmayotgan, bunga amal qilmayotgan nurg'un insonlarcho jamiyatimizda, ishimizda bor. Nurg'un insonlar hatto birlikning ishidan yiroqlab turib, birlik asosida ish qilsak bo'ladi deydigan insonlar chiqamdi. Bu nima desa, bizdagi har xil nadonlikninki tarishi, dinimizni bo'lgan tushanchininki aciz bo'lganligi hammadan muhimi qalbimizdagi iymonninki acizligininki bir dalili. Nima uchun desa, shu qom insonning qalbida iymon haqiqiy kuchli bo'lsa, iymonning nuri kuchli bo'lsa, nurg'un xato ishlardan cheklaydi. Bugun bizning Uyg'ur xalqining ichida odatda mazhab farqlari, masalan, Shia sunni degandek, masalan, Shia mazhabi ya sunni mazhabi degandek, yoki birisine ait aşkın, haddinin aşkın sopi, yani birisi aşkın manda sopi karşı bir yülniş, ya ki bir grup ya cemaat diyendek, bunda bir ahval yok. Alahide dini meselelerde bizninki ziddiyetimiz yok. Uygur Müslümanlar içinde hemisi bir mezhepte, bir xil qarashda, asaslık dini meselelerge boğan karşı okşaş, alahide dini meselelerde ihtilaf yok. Dini meselelerde ya dini hükümlerde alahide zor talaşlatış yok. Lekin bu yerde yanıla hakiki birlik, biz ümit kıygan, İslam bizden talep kıygan hakiki birlik yok. Neymiş için dese, nurgun kalbi kiseller bu birleştin şu tusap kalavatını. Bugünkü asaslık ziddiyetke sebep bulavatkan amilla nimo dese, en birincisi nadallık. Yani umumi halkımız içine nadallık bu birinci sebep. Nurgun mümkün ehlinin buluşu mümkün. Ya ki hatta profesör oluşu mümkün. Yani biznes buluşu mümkün. İnsan her xil unvanga erişişi mümkün. Lekin şu unvanga erişip durup mu yani nadamlısı buldu kenemde. Yani o insanın ma'lum bir unvanga erişişi, ma'lum bir sahada tunulgan buluşu bu adam her taraftan işin joyida qiladigan, her taraftan ummatni birlashtirishga kuchaydigan alahidligi va degan olmaydi ekan.
Yani nurgun insanlar nadallıqның sebebinden yoki o'zining qilayotgan, da'vatgan ishininki nega kelib bordiganligi, millatni nega qanday xafalıqlarga tiqdiganligini o'ylashmay nurgun gapni ya nurgun ishni qilib qo'ydi ekan. Bu birinchi sabab nadallık sebebi. İkinci sebep şu desa bir xil menmenchilik hamdi. Bu menmenchilik kimde oluştan qat'iy nazar? Mümkün teşkilatda buludu, mümkün ehli ilimde buludu, mümkün profesörde buludu. Yani nurgun adamda bu menmenchilik kesili çoğu. Yani şeriatımın tekebburluk deyimiz. Bir adamınki men tekebbur deb çıkış lazım emas. Yani hiç kişi mundaq demeydi o. Sende tekebburluk var mı dese hem adam ya bu nauzubillah Allah saklasın bende tekebburluk yok deydi o. Lekin şu şahsınki kim buluştan qat'iy nazar menvatkan yolu yoki davatkan gipi qilayotgan ishlar çoğu nurgun alametler bilen bizge bu şu her qanday bir şahsın qalbida ne kadar bu keselninki ig'ir ekanligini uqtirdi. Şunun için bu tekebburluk illeti nayet yaman illetim. Şeriatda bunu çekligen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her qanday adamın qalbida zarracilik kibir olup qalsa bu cennet kiremmaydi, cennetten fıryanmaydı degen alahide ig'ir bir günah. Lekin mush günah, mush illet, mush kesel her qanday bir adamda bo'lib qaldi ekan, bu adam boshqalar bilan hamkorlashib qarindosh bo'lib yashamaydi ekan. Bundaq adam boshqalarga yetakchi bo'lib nurg'un xalqni o'ziga ergashtirib ma'nmaydi ekan. Bundaq adam cho'qim o'zining shaxsiy manfaatini yoki o'zining shu jamiyatdagi o'rnini saqlab qolish uchun har qanday ish qilishga tayyor bo'ldi ekan. Shuning uchun ikkinchi eng xatarlik bir sababi bizning ishimizdagi bugungi qalaymiqanchilikda cho desa, hamma odam bilarman. Nadammu bilarman, ahlirimmi masalan haqliq bo'lmagan ishlarda hammadan bek bildiganligini da'vo qiladi. Siyosatda hammadan gap qila oladi. Tashkilotchilikda hammadan gap qila oladi. Din masalalarida hammadan gap qila oladi. Bir odamning bir ma'lum masalada alohida tecrübesinin balığı ya ilmi seviyesinin balığı hürmet kılınmaydı köpüncü halatda nurgun kişiler tarafından şunun olan çoğu dese bu nemin alameti dese hem adamda şu cemiyetteki şu ziddiyetki sebep bulavatkan amillar da çoğu dese muş tekebburluk kesilinin ki ne kadar yamrap ketkenliki sendim men noçi sen kılanmağını men kılalaydım ya ki sen kılanmağını men kılıyutumen digen muşundaq bir yülnişte havada ketivatımız lekin hammadan çoğu desa haqiqiy xizmat, haqiqiy xalqimizni zulmdan qutquzadigan vatanninki ozodligi uchun ma'lum bir qadamlar besildimi natijilik desa bugungi sharoit, bugungi dunyo vaziyatininki bizning da'voyimiz qatta ne kadar foydali bo'layotgan ma nuqtalar qaragan vaqtda tehi alohida cho'ng bir qadam bosgan ahvollar yo'q. Muşularning hammasi nadallik, aşınaq tekebburluk, menmenchilik, arlıqtiki bu tabiiy halda üçüncü olab bu yerda Xitoyninki alohida quli var. Bizning ishimizdagi ziddiyatlarning shundaq yamrishiga Xitoyning alohida quli var. Bundaq deganlik ya sen bir odamni, ya'ni ya bir tashkilot ya falan shaxs bir odamni unda demoqchi emas biz bu yerda. Lekin nima desa, ma'lum shaxslarni ko'zir qilib turib, balkim o odamni uni o'qimaydi. Jamiyat qarsa hamma odamning kaynidan gap bor masalan. Hozir Facebook'ga qaraydigan bo'lsa, shu WhatsApp'ga qaraydigan bo'lsa, saq odam yo'q hamda. Saq tashkilot yo'q, saq odam yo'q. Hamma odamning kaynidan cho bir xil har qaysi shu shaxsga loyiq keladigan bir shaklda cho desa, bu yerda nurg'un tuhmatlar, nurg'un suiqasdlar, nurg'un yuzun tukashlar, nurg'un şu mayli shaxs tashkilotlarninki hech qanday bir ishga yaramaydiganligidan iborat mushundaq gaplarni qilishlar shaxsga loyiq keladigan xatoy barlab qoldim. Ya'ni hozir nim qilamadim men. Demakchi o'g'lim nima desa, tashkilotlarga shaxsga loyiq keladigan holda bir tuhmat bor dilida agar anda ifodalagan bo'lsam u xato bo'ladi tabii. Demakchi o'g'lim nima desa, har qanday shaxs bo'lsin, tashkilot bo'lsin, saq odam yo'q hamda. Mao masalan bir yaramliq ish qildi yoki to'g'ri yo'lda mangdi deydigan odam yo'qdek, mushundaq bir havo bor.
Emniyet şundamı dese emniyet undaq emas. Yani Emniyet undaq emas. Bu çokum nimenin kuchi bilan bo'ladir desa, bu yerda shu bizning dushmanimizning kuchi bilan bo'ladir. Tarixdan bu yan çokum düşmanlar odatda mushu o'ziga qarshi har qanday bir dushman qarshi tarafning shu ichiga ziddiyat solishni, bularning ichida har xil fitna fasodni terishni alohida o'zining cho'ng g'albisi deb keliglikam tarixdan bu yan mushu uslubni bizga nisbatan shu dushmanimiz har xil shaklda bizning shu uyg'urcha so'zlaydigan yoki uyg'urcha yozadigan ashunda qalamlar ashunda eg'izlar bilan shu bizning ishimizga nurg'un ziddiyatlarni selishqa bular alohida kuch chiqaryotdi. Bunun neticesinde hem de başka nurgun amillarımız bizde boğaçqa şuna bilan qo'shab, andın içimizde çoğu nurgun ziddiyetler bah. Bu ziddiyetler bah deganlikning o'zi bu yerda haliqi hamkorlik yo'qmi, zodi biz tugashgan bir millatmi degan bir unday yomon bir tushuncha kalliq kelib qolishi mumkin. Ish amaliyotda undaq emas hamda. Ya'ni amaliyotda bizningki mayli siyosiy da'voda, mayli diniy tarafdan, har tarafdan nurgun hamkorliklar bor. Nurgun ishlar birlikda qilinyotidi. Nurgun ishlar alohida natijalarga qarab yuzlanyotidi. Mush hamkorliklar taxim kuchlansa, vaziyat har tarafdan pishib yetilsa, inshaalloh nurgun o'zgarishlar bo'ladi. Bu yerda eng muhim nuqta nima desa, biz bir tarafdan umidvor bo'lish, ya'ni millatimizning ichida cho'qim nurgun hamkorlik, nurgun birlik bor. Buzg'unchilik bormi? Albatta bor. Lekin buzg'unchilik va bu millatning ichida deb o'y kirib yetish kerakmi? Hammadan o'zining ishi bilan bo'lash kerakmi desa, albatta yaqinda. Albatta har qanday odam o'zining qo'lidan kelishicha tirishchanlik qilishi, jamiyatda bir kishilik hassasini qo'shishi bu islomning buyrug'i, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashabbusi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam odatda jamiyatga aralashgandan keyin kishilarga aralashgandan keyin bu kishilardan bir azar ba'zi musibat, ko'ngilsizlikning yitirganligi, buning sabr qilishning o'zi yolg'iz turganlikdan cho afzal ekanligini alohida bizga cho ko'rsatgan. Shuning uchun biz aradagi ziddiyatlarni amal qilib kichikiltishga, yo'qitish, kichiklarni yo'qitish, cho'g'larni kichikiltishga, o'zaro hamkorlikni taxmin kuchlantirishga, bu yerda haliqi majburiy hammadamni masalan kommunizmdek hammadamni majburiy ittifoqlashtirib bir yerga kelib bir o'yga sulg'ini bo'lmaydiganligidan iborat bu haqiqatni bilishga chaqirimiz. Shuni bilan birga desa, bu har qanday bir inson mushu ba'zi odamlar nihoyatda namunalik fikrlarni o'tirib qo'ydigan, lekin insonlar jamiyatida bu amaliylashishi mumkin bo'lmaydigan. Har qanday odam o'zi yashagan oilasini o'ylasi bo'ladi. O'zi bilan balları bilan bo'lgan munosabatini o'ylasi bo'ladi. Nurg'un vaqt shu desa er ayol o'tirisida ko'ngilsizlik yuz berdi, bola bilan dada o'tirisida ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu dunyo mushundaq dunyo. Ma haqiqatni unutmaslik kerak. Bu haqiqatni unutmagan vaqtda andin biz o'zaro ziddiyatlarimizni kontrol qila oladigan, mushundaq o'xshamasliklar bo'lsa-mu hamkorlashla oladigan saviyaga qachon yeta olamiz desa, o'zaro ziddiyatlarimizni yoki tushunishmaslik masalalarni yaxshi analiz qilib, bu tushunishmaslikni amal qilib, yo'qtirganni yo'qtib, kichigiltirganni kichigiltib, bilmagan vaqtda andin dushmanning ustidan g'alaba qilgan bo'ladi. Lekin gapning yo'g'ini qilib qo'yib, bunda ziddiyat va bu tugashgan millat, u olgan millat, bu olgan millat deb o'zimiz hech chiqmay o'ltasak, masalan, hech qanday tirishchilik ko'rsatmasak, bu yo'lda biz ziyon tortgan odam biz bo'lamiz. Bu dunyo jafo bilan, laqad xalaqnal insana fi kabad deydi Alloh subhanahu va taolo. Bu hayot degan shunday jafo mushaqqat bilan to'lgan hayot. Alloh subhanahu va taolo bütün insonlarni bu hayotlikni shunday yaratdi. Jannat bilan farqi mushada bu hayotlikninki. İnsan bu hayotida nurg'un shunday ko'ngilsizliklarga, nurg'un qiyinchiliklarga, jafo mushaqqatlarga, o'zaro ziddiyatlarga duch keladi. Qandaq inson haqiqiy iqtidorli inson, odam desa, mush ziddiyatlarni yengib, o'zining kimligini o'zini yo'qotib qo'ymay, ya'ni o'zining qarindoshlari bilan hamkorlashib ma'olaydigan, natijali ishlarni qo'lga keltira oladigan inson andin haqiqiy yaramli inson shu. Bu jamiyatdagi buzuqchilik yoki ko'ngil xolimaydigan ishlar va deb jamiyatni tashlab, o'zini tashlab, shuni bilan hech o'zim kelmay, hech qanday hassim bo'lmay,
mesela yo'qolib ketishning o'zi bu shu insonga nisbatan shu ig'ir bir mag'lubiyat. Allah razı olsun da oğlum. Senin yukarıda nadallık, menmencilik. Ondan keyin Xitoyning qo'li bog'liq. Sababidan shunday ixtilof kelib chiqdilar. Bu to'rtinchisi qo'shib qo'ysak agar masalan bizning millatimizningki o'zaro ixtiloflashish, tafriqachilikning kezlarini bilib yetmaslik. Tabii. O Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ dedi. Yani sizler talaşlar çıkmanlar, ziddiyetleşmanlar, bir ciddelleşmanlar. Bundak bop kalsanlar sizler mağlubiyet uçraysızlar. Sizlerin kuş kuvvetinler çok zaya olup gidiyor dedi. Bunun ahirısını çok dese وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ dedi. Yani özara sizler bir sabır kılıp durup, bir eğirçiliğini kötürüp durup, muşundak yaşanlar. Muşundak kıysanlar sizler galbi kılalaysızlar. Allah sabır kıyguçlarını yakış kirdi dedi. Sizler hayatta bunda sizlerin bilip turunlar demedi. Belki bir yerde sabır kılınlar dedi. Sabır kılış diyen nemeden bu kaçan sabır kılımız dese insanga bir xaprıq yetken vakit sabır kılımız. Şuna ama musibet sabır kılımız, bizimiz ağrıp kes sabır kılımız, kesel olup kalkanı sabır kılımız. Muş talaşta çıkmanlar diyen ayetin aksıtılığım vasbiru deyişi neymi o dese şu talaşta atıştın kınmaslık üçün, bunun zihnini tatmaslık üçün özara bir sanıldın kelgen məlum xapılıqlarga, köngülsizliklerge çıdanlar deyen gepemdi. Yani şu köngülsizlikке, xapılıqqa, düşünüşenmeslikке, bazı geptalışışqa, muşularga çıdap, dostluğunu, birliğini saklanlar. Aşında kılalısanlar, sizler qalbi kılısızlar, Allah yaxşı gördüğün bendirin bulalaysızlar. Eğer onda kılanmısanız şu talaşta açık kılıp, ahırısında düşmanlığa yem bulursunlar deyen gepemdi bunun mezmunu. Şunun için çuqum bu her kandak bir insan hayatında sabır kılın desen bizning adamımızda hata, sabırını hata düşündüğün iş var. Xuddi Xitoyning zulmiga sabır kılın deyatidi. Xitoyning zulmiga sabır qilmay portlab keting. Yani bunun bu yerda sabır qilish deganlikning o'zi nima desa Qur'oni Karimda masalan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab deydi. Hisabsiz ajr berilganligi kim desa sabır qildiganlar. Nurg'un oyatda sabır qilish degan chidamchanlik degan gap. Düşmanga qarshi turish uchun chidamchanlik bo'lish lazım. Cihat meydanlarida chidamchanlik bo'lish lazım. Birlikni saqlash uchun chidamchanlik bo'lish lazım. Yani bazı açığını kontrol kılalaydıgan, özünü kontrol kılalaydıgan, qarindoshlardan kelgan aziyatlarga chidayalaydigan bo'lgan vaqtda andın birlikni saqlığını bo'ladi. Oilada chidamchan bo'lish lazım. Xotin bilan urushib qolsam, xotinni talaq qilib, balni yetim qildigan bo'lsa, bu sabr qilinmaslik hamda. Meyli xotin, meyli er olsun, ikili taraf sabr qilalaydigan, yani birisi-birisining yetken ko'ngilsizliklarga chidayalaydigan bo'lgan vaqtda kichik bir oilani tutquni bo'ladi. Cho'ng bir jamoatni teşkilatni saqlab qilish, jamoatlashish, tashkillanish, muşularning hammasi uchun shu insonlarni sabr qilish, ya'ni sabr qilish deganlikning ma'nosi nima desa, har qanday qiyinchilik, mayli o ma'naviy qiyinchilik bo'lsin, mayli moddiy qiyinchilik bo'lsin, shuni ko'taralaydigan, shuniga chidayalaydigan omilni inson o'zini hozirlay olsa, shu chaqda shu oilning joyida elib mang'ini yaxshi jamoat bo'g'ini, düşmanga qarshi to'g'ini bo'ladi. Agar unda bo'lanmay kichikgina ishqa vaqt deydigan bo'lsa, o chaqda har tarafdan inson mag'lub bo'ladi. Yani sabrini masalan Xitoyning zulmiga sabr qiling deganlik emas qomda masalan. Albatta unda sabr qiling, qarshi turish sabr qiling degan gap. Shuningga loyiqida tayyorlik qiling, harakat qiling, shu harakatda sabrlik nurg'un kelgan uchragan qiyinchilikqa chidamchan bo'ling demakchi. Sabr qiling deganlik zolim bilan cihat ayetlerinin köp kısmının ahirisi sabır qilish bor. Nima uchun desa, bunun cihat deganda nurg'un jafo var, qonning to'kilishi var, yaqin do'stlardan ayrilishi var, masalan, mol mulkdan ayrilishi var. Buningga chidagan odam qilalaydi o ishni. Chidamagan odam qilolmaydi. Shuning uchun Qur'oni Karimda nurg'un yerda desa, sabr qilinglar, Allah sabr qilguvchilar bilan, Allah sabr qilguvchilarga bundan mukofot berdi, g'albi sabr qilguvchilarning deb nurg'un misollarni, nurg'un buyruqlarni Allah subhanahu va taolo bizga ko'rsatgan. Allah Teala hammamizni din millatga foydali ishlarda imkoniyatning yetishicha ittifoqlashishni nasib qilsin.
Kardeşimizin sualının ikinci bir kısmı. Yani bizning millat xususan chet eldagilarimiz uchun bir-birininki ko'z qarashlariga, fikrlariga, tushunjalariga hurmat qilib, inoq ittifoq yashamaydi deb buni so'rabdi. Bu endi yuqoridan bir qismini deb o'tdik. Bu anaqa birisining fikriga hurmat qilish, birisi bilan inoq yashash uchun ilm bo'lish kerak endi. Ash jahillik degan sifat bizda bo'lgandan keyin haliqa bizda bir gap bor, masalan chilak yerim bo'lsa bek chaldaqshiydi deydigan. Xuddi shuningdek ilm tarafdan cho desa nurg'un kamchilik bo'lgandan keyin, nurg'un chala bo'lgandan keyin shuning bilan andin qarshi tarafning fikrining nima ekanligini yoki u masalan diniy masalalarda u fikrining bir yo'lliq tarafi bormi yo'qmi uni bilmay turiblam shuning bilan qalaymiqan qarshi tarafni ayblab ketirgan, tillab ketirgan, qarshi tarafning fikrini qabul qilmaydigan bu shunaqa ahvollar jamiyatimizda bor. Biz masalan burunqi to'rt mazhab bor masalan islomda. To'rt mazhab egallarining nurg'un masalalarda o'xshamaydigan fikri bormi desa o'xshamaydigan fikri bor diniy masalalarda, nurg'un fatvolarda o'xshamaydigan fikrlar bor. Shunda o'xshamaydigan fikrlar turib, shu vaqtdagi to'rt mazhab egallari hammasi bisiga duo qilgan. Hatta bisining ustoz shogirdlik munosabatlari bo'lgan. Uningdan boshqa shu zamondagi burunqi olimlarning o'zaro yozishgan xatlari bisiga, birisiga bo'lgan hurmatlari hammasi qarasa shunda o'xshamaydigan. Masalan Imom Navaviy rahimahulloh desak, masalan Imom Navaviy Shafiy mazhabidagi bir olim. Imom Abu Hanifaning gapini aytsa, uning raddiya berishni aytiladi masalan. Lekin rahimahulloh deb mush sifatni oxirisiga mush duoni qo'shib ekildimda. Abu Yusuf manda degan Allohu rahim qilsin deb gapni ekilib turib raddiya berdimdi ilmiy tarafdan. Asli bu millatdagi sog'lom ideya, sog'lom fikr qachon desa bu fikrni o'xshamaydigan bo'lishi bu cho'ng masala emas. Lekin mush fikri o'xshamaslikni mayli diniy tushunchalarda, mayli siyosiy tushunchalarda qanday qilgan vaqtda bu ziddiyatlashib biz bilan urushning oldini ola oladigan holatda kontrol qilish va ikki taraf masalan o'xshamaydigan fikrdagi ikki shaxs birisining fikriga hurmat qilish. Shuna Imom Shafiyning bir so'zi var. Mening so'zim to'g'ri, xato bo'lish ehtimolligi bor. Boshqa mazhabdagi yoki boshqa bir olimning so'zi xato, onun to'g'ri bo'lish ehtimolligi bor. Ya'ni mening so'zim mening qarshimda, fatvolarim menga nisbatan to'g'ri. Lekin bu fatvo amaliyotda xato bo'lib qolish ehtimolligi bor. Boshqa odamning gapi menga ko'ra xato. Lekin amaliyotda to'g'ri bo'lib qolishi mumkin degan. Shuning uchun biz sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, shu sahobalar qatori bu nurg'un hadisning yetmaganligi sabablardan masalan yoki ma'lum hadisni tushunishda nurg'un ixtiloflar bo'lgan. Tushunchalarda xilma-xil qarashlar bo'lgan. Lekin bu qarash shu desa ziddiyatga olib bormagan. Xususan diniy masalalarda. Keyingi mayli to'rt mazhab imomlar bo'lsin va uningdan boshqa nurg'un islom tarixidagi katta olimlar, biz mumkin Shafi'i bo'lishi, biz Hanafi bo'lishi, biz yani bir Maliki bo'lishi mumkin. Lekin arliqda desa, umumiy birisiga duo, birisiga hurmatlash, fikrni ma xato, ma dalilga asosan degan bo'lsa-mu, lekin odatda o'zaro hurmatlash shu islom ummatida yo'qolib ketgan emas. Bizning ishimizdami bugungi kunda mayli vatanimizning yaqin tarixiga qaraydigan bo'lsak, cho'ng ahli ilmlar ishida unda nima yo'qdi. Nurg'un masalalarda o'xshamaydigan qarashlar bo'lsa-mu, alohida biz bilan ziddiyatlashadigan unda ahvol yo'qdi. Biz masalan cho'ng bo'lsak, ahli ilmlar hammasi bija kelalaydigan, odatda bijdosqonda o'ltiradigan, bijdosqonda o'ltirib nurg'un masalalarni talashadigan, deyishadigan, ma'lum masalalarga o'rtaq fikr keladigan, o'rtaq fikriga kelmagan masalalarda hammadan o'zining fikri bilan qoladigan bu shunaq ahvollarmi ahlilarimiz ichida bati. Chet elga chiqqandan keyin hamda chet eldimi ya'ni umumiy ish bo'lmaydi deganda masalan 70-80% degidek ahli ilmlarda birisini hurmatlaydigan,
birisi-birisiga yo'l beradigan, bir so'rinda bo'lib qolsa, cho'ngni cho'ngchi hurmat qiladigan, mushundaq alohida yaxshi ahvollar yo'q emas. Bor. Lekin haliqi har qanday narsaning nachirini inson bek ko'radigan bo'lg'achqa, nurg'un haliqi ijobiy, nurg'un yaxshi tarafni ko'rmay qoldi ekanmiz. Anna yomon tarafni cho, haliqi suvning ko'piga ustiga chiqadi degandek, yomon tarafni bakrak ko'rdik-ekanmiz endi. Shuning uchun mas'ul qarta, ya'ni shu nadonlikni tugatsak, dinimizga bo'lgan tushunchani taqim chunqurlashtirsak, kitap o'qisak, nurg'un kitoblar tarjima qilindi masalan. Nurg'un mayli fatvoga aloqador bo'lsin, mayli boshqa masalalarga aloqador bo'lsin, nurg'un kitoblarcho bor o'zimizning tilida. Unda bo'lgandan keyin dinimizni yaxshi tushunsak, ilmiy saviyamiz ossa, shu chaqda cho'qim birisi-birimizninki hurmat qiladigan, birisi-birimizning fikrini alaqa bu ya mesela fasıqlık ya uçu-buçu demesinden belki her ziddiyet, her okşamaslıkını öz caydı koyalaydıgan arahillik nime ölen kildi o dese ilim bilen kildi. Kaçani ki nadallık alaqa bizni igelli olsa bu dinimizni bir taraftan körüp kalsak umumiyizlik kömey mesela şunu bilen talaş tartış kelip çıkdı. Mesela bir misalını dep koyay. Mesela ötkendelikte ma koronanın meselesi çıktı. Xitay virusu juqamdı degan meseleler çıktı mesela halkımız içine. Şu vakitte malum şahslar vay bu bizning işimizde ayda adamlı boldu. Vay bu quruq gap kesel juqdi degan gap. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la adwa ve la tayr debdiken. La adwa degani kesel juqmaydi degan gap hamda. Kesel juqmaydi debdiken. Şumulnuş yok deptiken de belki mask taqib olganını ya biz kurashmasa eyiplayotgan mesela. Kesel juq degan gap quruq gap bu Allohning taqdiri bilan bo'ladi hamma ish deb ma shaklda tashviq qilganlar ya gap qilganlar bo'ldi. Mesela azsanda bo'lsin. Bu nimani ko'rdi desa, kitobning bijbitini ko'rib qolganlik endi bu. Kitap ishkibat asli bu. Ishkibat kitobningki bir bitini ko'rib bayan kıbetini kömegenlikten kelip çıkan neticemdi bu. Muşu aş adam aynı diyen adam bu bir misal fakat yani nurgun meselelerde. Kitaptan işkili bitini köse asla işkili bitini köse işkili tarafını meselenin ki her tarafını obdan bülalese uçakdı şu manda vaziyet manda gap kelip çıkmaydı. Bir yer alimlerimiz ma hadis bolsa onundan başka bu cüzam kesirinin kaçınla diyen hadisli var. Bunda juqumluq kesel targan bolsa, unda ya kirmanglar, sil o yerdan ishini bo'lib qolsanglar, unda shaharda boshqa yerga chiqmanglar degan hadislar bor. Shu olimlarimiz bu ishga hadisni yoki bir necha hadisni jug'lab, bunda qilish lozim deb to'g'ri bir yakunni, yo'lni chiqariqliq bu masalada. Masalan, bu shunga o'xshagan masalalarda. Ziddiyat qarshi tarafni uqmaslik nereden kelib chiqdi desa, kitobning bijbitini o'qishdan kelib chiqdi. İkinci betni okumaslıktan kelip çıktı. Yani demekçi oğlum ne o dese, seviye assa her taraftan, siyasi seviyemiz assa, dini seviyemiz assa, dini meselelerdeki ziddiyetlerimiz çok azlaydı. Siyaset seviyemiz, dünyanın düşünüş seviyemiz assa, siyasi meselelerdeki talış tartışlarımız çok azlaydı. Allah razı olsun da oğlum. Şu bizdeki hususen vatandaşı siyasi faaliyetlerine karşı oturduk ihtilaflar. Yani hemmeden mesela bir işini kılsa ya şunu yaxşı kılarsa fakat muşu iş doğru vatanın azatlığı muşun olan keldi ya ki muş en noç hizmet muşu dep başkalarının ki kılıyatgan işlerine kıymet vermeslik onu itibarga almaslik şunda işlerin kelip çıkıvatıdı bu asaslık ihtilafi mesele siyasi sahadaki. Allah hemimizinki nazar dairesine kan kıpasın. Emniden oğlam yine bizimki hanım kızlarımızın ayarlardan kelgen bir sual var. Bu aile alakadar sual. Bu hemşerimiz şundak soraptı. Mesela birinci hem de erlerinin ayalını uruşunun hükmü nime İslam'da? Bu sualık bir cevap versene. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci olarak tabi halde uruş diyen umumi şeriatta bu uruşun hükmü 3 xil.
Birincisi haram emdi. Yani her kandak vakitte bir insanı bir günah halette uruşunun özü bu haram. Bunun hükmü Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde her kandak bir insan zulüm kılışını haram kıygan. Zulüm kılışının en yukarı çekinin bir kaysı dese uruş emdir. Bu birinci noktandı. Çokum insanlar birisini bakadım baka umaslık lazım. Yani zulüm kılmaslık lazım. Zulüm kılış haram. İkinci, uruş vacip. Kaçan uruşta. Yani düşman bilen, Müslümanlar düşman bilen uruş kıyga vakitte, Cahangir bilen, Ziminli ve Suağalı bilen küreş kıyga vakitte, uruş vacip. Ya ki şeriattaki malum cezanı, yani kısasını icra kıyga vakitte, uruş vacip emdi. Bu çağda. Tabi halda, uruşta mücahitlerin kulu bilen buludu. Ma ceza icra kılış meselesi şu bu sotninki kararı bilen buludu. Şahslarının özüne hakkı emas bu. Ceza icra kılış. Şeriatның men cezasını icra kıldım dep koçuda kalayımkan iş kılış bolmaydı. Sizler şu fakat uruşnunki İslam'daki bir mesela bir kişinin uruşnunki hükmü hakkında toxtatılığı. An üçüncüsü hem de mubah bolgan. Yani mubah bolgan degen durus bolgan bir uruş edep ügütüş üçün. Bu kimge dese ayalga ve şundakla küçük balığa ve okutkucu şagirdlerine küçük vaxtıda. Bu uruş ne? Şeriat mubah yani durus uruş de belgelegenemdi. Bu mubah degenlikning özü bu vacip degen gap emas emdi. Yani umus bo'lmaydi degan gap emas. Ya sünnet degan gap emas. Durus degan gap. Ma'u birinci urup qalsa da urup qalsa durus degan gap. Andın bu uruş meselesi şeriatta bunu Kur'an-ı Kerim'de alahid belgiledi. Şu reti boyunca buluş lazım. Yani ve in khiftum nuşuzahunna fa'izuhunna vahjuruhunna fil madaci'i vadribuhun. Onda da davallam ben masualının ikinci kısmını mısır atay. Onun ikinci cevap basılı aldık mesela. İkinci kısmı da mesela eğer ayalını bir erkişi uruş durust dep qalsak qandaq şaraitda yoki ayal kishi qandaq xatolik o'tkazsa urush durust ve bu urush durust bo'ldi degan taqdirda yani qanchalik darajada urush durust bu şekilde so'ralgan so'rab buni bu şekilde cevap bersalar yaxshi bo'ladi. Tamam. Şeriatta mubah dedi kaçan dese nuşuzahun dedi. Bu en muşu süpet tepiliş lazım hem de ayalda. Hoş. Yani ayal ergi boysunmaydıgan. Erinin hiç qanday gepini anlamaydıgan. Oltıran diye yerde olturmaydıgan. Baman diye yerde bardıgan. Kımman diyen işini kıldıgan. Öydümü məkkilen desi unumaydıgan. Yani erinin gepige boysunmaydıgan. Muşunda bir hale şekillendi bir ayalda. Hoş. Bundaq halette hem de er kişi en birinci kılışık tegiş kişi nimo, vazifesi nimo, kılışık tegiş iş dese fa'izuhun. Nasihat qilish. Bu ayalga nasihat qilish lazım. Çıraylık gap qilish lazım. Yani ayalga bu bir mümin, Müslüman ayal bolgandan keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ki hadislerini esiltiş lazım. Yani erge boysunuşunun vacip ekanligi. Erge boysunmaslıqның özününki ayalının Allah'ın lanetiga uchraydiganlikka sebepçi bo'ldiganligi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela eğer bir ayalını eri çaqırıp o ayal kelgeni unumay erinin yanıga yani buyruq boysunmay gepiga unumasa batat fa'alayha la'natul tal'anuhul malaika dedik yani. Tal'anuhal malaika. Birinci olap malaikeler o ayalga lanet okuydu dedim. Allah'ın yakın bendisi olan malaikeler lanet okuydu dedi. Yana bir hadiste bunundan mı xatarlik emdi? Qandaq bir ayal erinin gepiga unumay yassa yani keç qiysa
bu ayol ta o'zining tavatquchilik Allah o ayolga g'azab qiladi dedi. Allah'ın g'azabi o ayolga bo'ladi dedi. Her qandaq bir mümin ayol cho'qim eriga bo'ysunmagan vaqtda bunu eslash lozim endi. Yani eri ya o'zi vasiyat nasihat qilish lozim, o'zi qilolmasa ahli ilmlarni chaqirib bu orqali shu nasihat qilish lozim. Yani bir hadisde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayol kishi 5 vaqt namozini joyida o'qisa, iymoni keltirgandan keyin, Ramazonni tutsa, eriga bo'ysunsa, jannatning qaysi ishkidan kirishni xolis shuningdan kirdi dedi. Demak, ay namoz o'qish, zakat berish, namoz o'qish, Ramazon tutish qandaq muhim bo'lsa bir ayol kishiga nisbatan eriga bo'ysunish shu ashunaq muhim. Ya'ni ayol eriga bo'ysunishni bir ibodat, mening Farvaydigarim buyurgan bir ish deb tunish lozim. Mushundaq tungan vaqtda erining talabi o ayolga eg'i kelmaydi. Xuddi namoz o'qish mu'minga eg'i kelmagandek, Ramazon tutish eg'i kelmagandek, ayolga erining talablari eg'i kelmaydi. Bo'lmasa desa xuddi meni qul qilyotdi bu, meni izyotdi degan shayton bugungi zamonda bu shaytonlar ko'payib ketdimda. Hamma yerda mush quruq gap bor. Bunda olib ketsa, bu chaqda cho desa, cho'qim o ayol erining gipi, xuddi erining gipiga bo'ysunishning o'zi o ayolning qulni o'rniga tushirib qo'ygandek tuyg'u kelib qoladi, shuning bilan gap eg'i keladi. Bunun için ibadet deb bilish lozim. Yani bunun ibadet ekanligi, jannat kirishning yo'li ekanligi, erga asi bo'lishning o'zi Allohning g'azabiga uchrashga sabab bo'lganligi to'g'riliq bu ayolga chiroyli nasihat qilish lozim boshda. Bu birinchi bosqich. Yani mesela er ayoliga sirtqa chiqmang desa unumay chiqmaslik. Sirtqa chiqmang desa unumay deb chiqadi. Bir yerga barmang palani yerga desa shu yerga bordi. Masalan. Voy ma pulni xajlamang desa uni unumay xajlaydi. Voy ma'nosini ammo hozir o'yning iqtisodiy sharoit yer bermaydi desa nima ish qildiga adamdan sen pul topmay, olimzod deb uyga alohida lozim bo'lmagan narsa endi. Uyga alohida lozim bo'lmaydigan, lekin boshqa ayollar azab no'shnasini olibdi deb qoldigan narsa bor endi. Hozir hayotninki naqadar bayashat ekanligini ifodalaydigan narsalar bor endi. Bundaq masalalarda ash'ar umumiy mazmun nima desa, umuman itaatsizlik. Umumiy gaping nol seninki. Men bilginimni qilaman, xoliqimni qilaman. Bu shunga rozi bo'lsang yashaymisan bilan, bo'lmasa yashamayman. Ha, nima deyting deb turasizlar. Mushunda deyish ay nushuz degan mushamda. Umumiy erning taatidan chiqish. Erga bo'ysunishni qulluq deb tunish. Unda bo'lgan ekan men qul emas, shunga sana bo'ysunmayman deyish. Bu nushuz shu. Ay Qur'oni Karimdagi vallati takhafuna nushuzahun degan oyatga maqsad mushamda. Demek birinci qanday qilish lozim? Bu ayolga nasihat qilish lozim. Bu nasihatlar Peygamberimizning hadislari bu cennet kirishning yo'l to'g'riliq shunda nasihat qilingan taqdirda bu ayol bu gapni anglamadi. Qaytmadi. Yani erning taatiga kirishga unumadi. Bunda bo'lsa vahjuruhunna fil madaja. İkinci qadamimda, ikinci bosqich nima desa, u ayolni yani bir karvatda yetish, keyinni qilib yetish degan gap endi bu. Fil madaja dedi oyatda. Yatırığa yerda degan gap bu. Hali o'yin tashlab turib sirtqa chiqding degan gap emas. O'choqda eg'i kelmaydi ayol kishiga. Yani bu yerda fil madaja dedi, yatadigan yerni da ayolni cho tashlang dedi. Yani er kishi o'zini kontrol qilib, ayolni adablash uchun bo'lgandan keyin bu o'zining taatiga yani ergi bo'ysunishni bir ibodat deb tunaydigan holatga ekilish uchun cho desa, bir yerda yotib ayol bilan kar bo'lmaydi. Kar bo'lmaslik. Bu orqali cho agar erda iroda bo'lsa, ayolningmi bu er bilan o'y tutqisi bo'lsa, cho'qim har qanday ayol bilan tuziladi bu yo'l bilan. Yani uyni tashlab boshqa yerga berib yetaverish yoki boshqa uyga chiqib olib u yerda yetaverish ma'niki hikmatni topmaydi desizlar. Ha, ma oyatdagi hikmat uning bilan amlilashmaydi. Vujudga chiqmaydi. Cho'qim bu nada bo'lish kerak? Ya'ni erning yanida ayol bor. Ayolning yanida er bor. Mushunda holatda
ayaldan şu jirak duruş degan gap. Fil madaji degan şu yatırgan yerde degan gap. Yatırgan yerde ayalınız bilan karınız bo'lmay tashlab qo'ying degan gap buning ma'nosi. Bu ma ishni çok qilish lozim endi. Yani ayalını yatırgan karvatda tashlash lozim. Çokum köpinchi holatda bu payda qiladi. Aqlliq ayollar çokum bu xato yo'ldan yanidi. Andan bummi kar qilmabdi. Bummi aqmabdi. O ayol erini yaxshi ko'rmaydi ekan masalan. Yoki qanday bir sababdan yani qaddining ziyoda shaxsiyati kuchli ekan deyli masalan. Andan 3-qadamchi bosqich nima desa, wadribuhum dedi. Bu yerdagi urush deganlikning o'zi hamda olimlarimiz buningga, ya'ni payg'ambarimizning hadislari bilan bir necha shartlarni qo'ygan hamdi. Bu urushning shart, urush uchun. Birincisi cho'qim yuqoridagi ikki bosqichni qilgan bo'lish lozim hamdi. Ya'ni nasihat qilgan bo'lishi, undan keyin yataqni bir yerda turib ayolga yaqinlashmaslik, yiroq turishdan iborat bu ikki bosqichni qilgan bo'lish lozim va urushning halol bo'lishi uchun. Xo'sh. Birincisi eng muhim o'sha oyatda kelgan ikki ishni qilish. Uchinchisi buning qo'shab andan ermi o'zining erlik mas'uliyatini ado qilgan bo'lishi lozim. Ya'ni xotin bilan kari yo'q, nafqasi bilan kari yo'q, yani biznimiz bilan kari yo'q, tashib o'tib xoliga ya jurib, uningdan keyin kelib andan xotin voysan mening gapim maka ya ani qil, mani qil deb anda o xotin sen bu men xoliga vaqtingda, xotining xolimga vaqtingda yatadamman deb mesela askari qilgan bo'lsa, zulm qilmagan bo'lish shart qanday asosan? Ha. Yani ayolga mayli nafq tarafdan, mayli har tarafdan yani er o'zining mas'uliyatini ado qilgan bo'lishi, ondan a ikki vasilani qo'llangan bo'lishi, bumi karqinmidi masalan bu 3 ish. To'rtinchisi urushga keldi, bu o'g'a vaqtda cho'qim qat'iy yuzga olmaslik lozim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatta bu ayolni emas har qanday vaqtda yuzgurishni cheklagan edi. Hatta hudud ijro qilgan vaqtdimi masalan qamchurish deymiz-ku, arg'ishga odamning. Shu chaqda yuzgurishga bo'lmaydi endi. Yuzga olmaslik lozim. To'rtinchisi. Beshinchisi Allohning la'nati bo'lsin. U bu deb ma shaklda ayolni tillamaslik lozim. Ondan beshinchisi darban g'ayra mubarrih degan ekan. Ya'ni qon aqtmaydigan, qon eqishga sabab bo'lmaydigan ve şundaqla alohida qattiq yarqigan, terining rangini o'zgartirib turgan darajada bunda olmaslik degan hamdi. Yani hatta olimlarimiz mush oyatning tafsirida din bilan urush desa ajoyib bu ma oyatdagi naqadar bu adablash uchun, intiqom uchun emas asli bu ayol uchun shariatdagi durust degan bu urush ayolga er o'zining naqadar kuchli ekanligini ko'rsatib qo'yish, ayolni ne kadar uralaydiganligini bildirib qo'yish emas buningdagi hikmat. Bu oyatdagi hikmat nima desa, uyni saqlab qolish uchun, oilani buzmaslik uchun shu olimlarimiz nima degan desa, misvak bilan. Masalan, hatta kiyimninki pishi bilan deb ashuna deyilgan. Nima uchun desa, bu bir adablash, akiltib qo'ygandek bir ish ham bir tarafdan. Yani adablash uchun, adab o'g'itish uchun urduğan uruş bu. Şunu olan birge qattiq olmaslik, yani darban g'ayri mubarrih dedik ku, zaxmlanadigan darajada olmaslik hem zaxmlanadigan yerleriga olmaslik. Yuzga olmaslik dedik, undan boshqa qo'saq masalan yoki yurak degandek mumkin vaqt kelsa o'limga sabab bo'ladigan yoki ig'ir zaxmlansa bu insonning umumiy hayotiga ta'sir ko'rsatadigan bunda yerlarga olmaslik. Altıncısı alimlerimiz koygan. Eğer bir er ayağını qattiq olsumu nimaga kelmaydigan. Yani o taati kirmaydigan. O ayol o erdan zerikibdi. Uğanның пайдасы yok ekan. Uğanның пайдасы yok ekan. Eğer uğanның пайдасы yo'qligini uqib turib urush haram degan ekan. Çoxum aşında uğan vaqtda mesela az ude yengil ude, jarohatlanadigan ya qon aqadigan darajada umida
Şu urushdan bo'lgan maqsad cho'qim bu erning isloh qilish bo'lishi. Uni adablab o'ziga qaytirib berish O'ziga qaytirib berish niyati bilan bo'lishi, niyati bilan bo'lishi, shu asosda urushi agar qachoniki u u ayolni har qancha usumu taat kirmaydi ekan, u turmushdan zerikkanligini bo'ladi ekan, bunda holatda urushinchi harom deydi. O vaqtda intiqomga yoki intiqomga aylanib qoldi o chaqda. Bu kichik balani urushdimi o'xshash. Ya'ni masalan payg'ambarimiz sizlar kichik balalarni 7 yoshga kirgan namozga bo'ringlar, 10 yoshga kirganda o'qimiz uringlar dedi. Uringlar deganlikning o'zi u balni shu yuz ko'zlariga urib yarqilib o'tang masalan deganlik emas u. O'qituvchining shogirdini urishimi shu. Bu bizda hamma tarafdan cheklanishib ketish shu, bor shundaq masalalardan. Nurg'un erlar ikki bosqichga qat'iy rivoya qilmagan asosda u eliqi xotin bo'ladi, atsi gapga unimiz urdi. Ya'ni shu kechirdi shu, ya'ni xotin qildimda. Bunda ahvollar ig'ir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam silning biringlar eliqi eshakning egisi eshakni urib nim qilgandek, ya'ni uni ishlatgandek, bunda ishni qilmasin degan. Ya'ni erni adablayman degan irodasi bo'lish lozim. Xotinning yanib turib, yiroq turishni bilish lozim. Masalan, nasihat qilish uchun bu haqdagi diniy hukmlarni, hadislarni bilish lozim. Bilmasa, ustozlardan alohida talab qilish lozim. Ya'ni uyni tutib qolish uchun yo'l qo'yilgan bir hukm bu. Ayollarga bir zulm qiling degan narsa emas bu. Bu hukmda ayollarni kamsitish, haqoratli bo'lish, erlar o'zining xo'jayin ekanligini bildirish emas. Belki aileni saqlab qilish. Bu saqlab qilish yo'lida adab o'gitish yuzidan nahayati yengil urush deganlik. Allah razı olsun da bolam. Hemşerimizin yana bir savoli. Mesela ayoliga o'zining fikrini bayon qilish erkinligini bermasligi to'g'rimi debdi masalan. Ayol o'zini tushuntirib qo'yibdi ya bir bunda gap qilimi qo'ymaydigan ahvollar. Zulmdan boshqa narsa emas. Ya'ni biz payg'ambarimizning hayotiga qaraydigan bo'lsak, texat abiyatini kelib qo'shib qo'yay. Ya'ni mushu oxirgi 3-bosqich az urib adablashdik-ku. Mushum bo'mda sharaflik odamlar qilgan ish emas. Biz payg'ambarimizning hayotiga qaraydigan bo'lsak, Rasulullohning 9 ayoli vardı. Şu ayollarni farishta emasdi, shu ayollarni xalq qildi. Payg'ambarimizning ochiq kelib ayollarga nafqasini pulini jiqba degan vaqtda bir ay qasam qilib tashlab o'tgan ayolni. Demak, shu ayollarni o'zaro bilan kullashib jiddalari vardı. Bugungi ayoldan bir boshqa farqi yo'q. Bizning tabiiy holda ummahatul mu'minin onamiz. Ularning maqomi, o'rni katta. Hemiz cennet bilen bisharet verilgen, onun da hiç qanday şek yok. Demek ki o adam neyimiz? Ayallık tabiiti, külleş meseleleri mesela, nefqi meseleleri, nurgun meselelerde, yani başka bugünkü zamandaki ayalların hiç farkı yok. Şuların kıtırımı özlere talaşta atışla, bısının kaçılarını sundurup etken küllep mesela. Peygamberimizden biz burada yaşamdık dep nefqini cık talep kıygan vakitleri çok boğan. Aşında turup, hatta Ayşe Hanımızın hadisi var. Peygamberimiz hiç kişimni qo'li bilan urpaqmagan. Meyli xizmatchini olsun, meyli ayollarni olsun, hiç kişimni qo'li bilan urpaqmagan urush maydonidan boshqa yerda deyilgan. Yani urush maydonida dushman bilan urushgan vaqtda tabiiy holda dushmanlar bilan urush qilgan payg'ambarimiz. Onundan boshqa yerda demakchi o'g'in nima desin? Musulmondan bir odamni meyli er olsun, ayol olsun, o'zining ayollari olsun, ya ballari olsun, xizmatchisi olsun, hiç kişimni urpaqmagan deb sifatlangan. Şuna o yani şereflik adamlar, hürmetli sazavar adamlar o ayolni unda urup oltamaydi. Ahlaklar, tunulgan adamlar. Andım ma ayollarning erlar oldida fikr qilish haqqi, huquq bormi desa, albatta bor. Payg'ambarimizning Ayşe Hanımızning Rasululloh bilan qanday gap talashganlari ya qanday gap qilganliklari ko'rishimiz lozim. Salama radıyallahu anh'ın sulhul Hudaybiye'de Resulullah adet mesela hemimiz bilimiz bu vakalikne Peygamberimiz sahabını hemme oldu müşahit çeçeğini düşürüp ihramdan çıkınla ömrü kılmayı durup hem de. Sulhedin kiyen degen deyken
Sahabeler Resulullah'ın bu gepini ömrüge berişik bolgan muhabbetinin ne kadar yuqurlygy, ömrüge baranmay qaytyp kalganlygy üçin, qaytyşyga mecbur bolganlygy üçin bu kelişimden sebäbinden Resulullah'ın gepini anlap çeçinçe düşürmegen haq. Resulullah digen bir katım iki katım dep qarsa hiç kişi Resulullah'ın gepini a muhabbet ço eşip gitemem de muyundan bir olam dem de ömür kılanmaymış Mekke'nin tüydün qaytyp gitem dok dep ma narazılık bilen Resulullah'ın buyrugunu icra kılmagan. İcra kılmagan ki Resulullah'ın naayet içip şop şıdırıga kirgen vakıtta ayalı bayağı Ummu Seleme radıyallahu anh ya Resulallah özleri bilen başlasılar. Çaşların şüsläsler. Onundan keyin andın şurdo dep aşında meslat bergen. Meslat bergenden keyin Peygamberimiz çıkıp çetin düşügendan keyin hemme sahabe ço dese Resulullah'ın çetin düşügenligini görüp şunu bilen hemmeyle çetin düşürüşke başlagan. Demek muşunda muhim bir meselede Ummu Seleme anımız meslat bergen Peygamberimizge. Ve onundan başka Ayşe anımızdınki nurgun Resulullah'dan sorgan sualları bunun qarta Peygamberimizin bergen cevapları mesela Resulullah'ın gibi hatta Ayşe anımızga senin açığın kep hoşluğun tutkan vakitte yani mendin köngülün hoş olsa Rabbu Muhammed deysen gep kıyga vaktında Muhammed'nin farvedigarı dep mesela Allah'ın ismi bilen gep kılmakçı olsa Rabbu Muhammed deysen açığın gep kağanda Rabbu İbrahim ve Musa dep muyda deysen de Peygamberimiz ayında deylik. Yani demek Ayşe anımız için Peygamberimizge ayında gep kılıp bazı Resul Peygamberimizin kapılap gelip ayında Rabbu İbrahim deydi, Rabbu Muhammed digenin onuğa. Demek dinimizde meyli ayal olsun, meyli balı olsun, her kandak bir insanın ki gep kılış hakkı var. Bunu anlaş lazım. Bu şu ballar meselesindeki nurgun ziddiyat, balların ata-ana bilen bolgan münasebetinin buzuluşu, nurgun balların öğlen taşlap çıkıp ketişi, muşolunun asas sebebi nime dese, kişinin o ballar nime deydi o, nime gipi var. Dep o gipini bir anlap mesela. O ballığı düşenmegen narsini bir düşendirip çıraylık asasda. Muşunda kınmay, aşında gipini anlaşık vakti yetmey, yaki anlamay, o ballandın deydiğin gipini diyemmey. Şunun bilen keyin ço cemiyetin ayında kalayımkan dost depep, o dostuğa dep, nurgun kalayımkançılık ço müşahedin kelip çıkıdı. Şunun için her kandak bir ayal kul emes, her kandak bir er ço hucayin emes hem de. Yani huddi Hocayin kulunu baş koğandak ayalını onda baş kurman deyiş doğru emas. Er çokum öyde hocayının ornunda. Yani erinin derecesi ayalınınkinin üstün. Öyünü baş kuruşta öyünün mesulü. Hocayin digen ma ufkum bilen emas, mesul digen ufkum bilen buluş lazım. Yani ma öyünün ilgisi mesulü bir er. De muş asaslı bolsa inşallah bu mesul her kandak meyl ayalı bilen bolgan muamelesi bolsun, meyl ballary bilen bolgan muamelede bolsun, anın özünün mesuliyeti kandak kıyga vakıtta muş aile üçün paydalık buludu. Şunu belgilep, şunu uqup, muş asas şu özünün mesuliyetini icra kılış lazım. Allah razı olsun. Müşahederlik Koşak Kutsuş Türk bir mesele. Biz Uygurlarda hususen en noçe mesela hatun, en noçe bala, en huzurluk aile fakat mesela oturup cengidire çıkmagan. Yoldaşı ne bilirsiz şununla hoş deydiğin ayal, itaatmen abdan ayal. Andakin ailemi balla arasında aile fakat cidel çıkmaydigan yoki taraftaş bolmaydigan aile bu en yaxşı dep mında qaraydigan bir qarash bamdı. Bu unda bo'lish to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin aslida masalan buni nimada tushuntirishda asli eng sog'lom oila, sog'lom munosabat, masalan ayollarning o'rtasida ba'zi tushunmaslik, taqdirlar bo'ldi. Lekin buni o'ltirib hal qila oladigan, masalani yo'g'onatmaydigan, balla ichidimi ba'zi yarılmaslik ishlar bo'ldi. Uni darhol vaqtida hal qilib, masalan masalani cho'p, ballarini yaxshi bir nasihat bilan yo'lga kirgizib qila olgan oilalar, ota-ona yaxshi bo'ladi. Hamda shunda
Hele fakat gap kıldatmay. Zorluk olan hamma narsa mening gapim gap deb bunda baş konuşma biraz haraqa. Bu birinci bo'lib agar har qanday bir odam masalan o'zining ayolini bir og'iz gap qildirmaslikni, o'zining bolalarini bir og'iz gap qildirmaslikni, kichikdan tortib zot bolalarimi, ayolimi u odamdan qo'rqaydi u oilada. Bu haqiqiy sog'lom oila emas bunday oila. Chuqum u bolalar shu kichik vaqtida o'zining dadasiga kuch yetmaydigan vaqtda dadasining gapiga bo'ysunadi. Lekin cho'ng bo'lgan vaqtda shu desa, ko'pincha holatda bunday oilada cho'ng bo'lgan bola chuqum dadasini xap qiladigan, dadasiga bo'ysunishdan chiqib jamiyatning ko'chining edim bo'lib qoladigan holat mushunday oiladan kelib chiqdi. Bu eng diqqat qilish tegishli nuqta. Yani bir ayolning gap qilinmaganligi ya bolaning gap qilinmaganligi mumkin u dadınınki ne kadar noçiligidan emas, dadının ne kadar zalimligidan bo'lib qolish ehtimolligi bor. Ne kadar zalimligidan qo'rqib gap qilinmay, bolacha shunda fursat topsa, andan sal cho'ng bo'lgandilar, bütün andan chapanni salib nima deydigan holat shakllanadi. Shuning uchun har qanday bilish, haqqini bilish. Har qanday oilada chuqum ma'lum fikri o'xshamasligi, bola bilan ota-onaning fikrini o'xshamasligi, ayolning ba'zi vaqtda o'xshamaydigan gap qilishi bu normal tabiiy ahvol bu. Chunki biz inson. Chunki biz ma dunyoda yashayapmiz. Biz jannatda emas, biz oxirat kunida emas. Alloh subhanahu va taolo oxirat kunida boshqa sifatildi. Va nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin deb sifatildi. Yani cennet kirgan vaqtda shu chaqda talash-tartish tugaydi insonlar ichida. Shu chaqda insonlar haqiqiy qarindosh bo'la oladi. Bu dunyoda bo'ldi ekanmiz. Biz shu mukammallik yetishga, to'g'rilik qilishga tirishchanlik bilan yashaymiz. Qachoniki men to'g'riga yetdim degan odam xatolashgan odam. %100 mukammallashdim men har tarafdan degan odam-chu, bu xatolashgan odam. Biz mümin bo'la suhbatimiz bilan, musulmon bo'la suhbatimiz bilan-chu to'g'rilik qilishga, mükemmellleşke tirishmamiz hayotda haqiqiy mukammallikka yetemey bu dunyodan ketamiz. Chunki hammamiz kullu ibni adama xatta va xayrul xatta'ina at-tawwabun degan bu hadis ichida. Biz Adem degan bu sifatning sirtiga chiqolmaymiz. Hayotlan bo'ldi ekanmiz Adem bo'ldi ekanmiz bizdan-cho xatolik yuz berishi nihoyat kuchli. Ya'ni ehtimolligi bak bor. Unda bo'lgandan keyin her qanday vaqtda, her qanday bir ata-ona, her qanday bir tashkilot, her qanday bir shaxs mas'ul, mumkin men xato qilib qolaman. Xato deb qolaman, yo xato ishni qilib qolaman deb o'zining xato qilib qolish ehtimolligini o'ziga qo'yish lozim. Men har doim to'g'ri qilgan odam degan ma tushunchaga ham kelib qolsa, eng xato yo'lda mangan odam bo'lib qoldi bu chaqda. Şimdi en ahirki sual mesela qanday qilganda ayol eriga itoat qilgan bo'ladi. Ayol kishi qaysi sharoitlarda eriga itoat qilish lozim? Ahirki sual. En birincisi qanday qilgan vaqtda ayol eriga itoat qilgan bo'ldi desa, en birinchi bo'lib eriga itoat qilishni bu bir ibodat deb tungan vaqtda. Ya'ni ayol kishi xuddi o'zi namoz o'qishi, Ramazon tutishi, Qur'on o'qishi shuni ibodat qo'ydi. Ya'ni Allohning zikr qilishi nurg'un ibodat bor. Ash ergi bo'ysunishni bir ibodat deb turgan vaqtda bu turmush nihoyat go'zal bo'ladi aslida. Yani ma'siyatlar bo'lmaydi ekan. Ha, ma'siyat, xato ish qilgan buyurmaydi ekan er kishi. U chaqda uning boshqa ishda, to'g'ri ishda ergi bo'ysunishni ibodat deb turgan vaqtda andan bu ayolcho haqiqiy eriga bo'ysungan bo'ladi. Hem eriga bo'ysunishmi bu chaqda bu ayol eg'imi kelmaydi. Rahat bilan qiladi. Ko'ngil xo'shlik bilan qiladi. İkinci hamda savolning ikkinchi ayol kishi erga qaysi jihatdan itoat qilish lozim? Qaysi jihat itoat qilish lozim desa, masalan, har qanday oilada bir nim bo'ladi hamda. Masalan, cho'qim uydan chiqish bir joyga umumiy izni urdi har qanday oilada masalan, Safakuyda masalan Safakuy desak, bu yerdan do'konga chiqib biznes ekirish bu ishlarga odatda nurg'un oilalarda erlarning umumiy izni var. Yani uşak
Seytigide, sopuntigide, otigide, mevcutigide bir narsaga chiqdi. Bu normal ahvol. Bunun izni bir do'asi odatda. Erlarning umum izni var. Bundan masalalarni har doim so'rashning hojati yo'q. Mesela her daim telefon qilib men maldagi do'konga chiqib tuz tugab ketgan akraymo masalan. Unda so'rashning hojati yo'q. Deshivasi bo'lgan masala. Lekin jiroq bir joyga bormoqchi masalan. Unda vaqtda chuqum yerdan bir so'rab o'tish lozim. Jiroq joyga berishda yerdan so'rash lozim. Alohida ya uyga bir mehmon qilmoqchi masalan. Bizning do'stlarni chaqirdi. Bundaq masalalarda yerdan bir so'rab o'tish lozim masalan. Ya ki bir jiroq bir joyga mehmondoshlik qilmoqchi, bundaq masalalarda so'rab o'tish lozim. Ya o'zi bir joyda o'qimoqchi masalan, bir maktabda o'qimoqchi, ya bir kursda o'qimoqchi masalan. Bundaq masalalar, ya'ni jamiyatda kishilar hali o'zaro bir hamkorlashib, bir oilani go'zal olib menish uchun qandaq bir ish shunga hass qo'shadigan bo'lsa, shuni qilish lozim. Ermi qilish lozim o'ziga tushgan mas'uliyatni ayolmi cho'q qilish lozim. Ya onundan başka aile olsa yüzü sağlamlan buldu iken çokum iyirigi çoğu boysunuş lazımdır. Bu arada onu hem işini bundan sanap ya bir işki de diyen olmaydı bu meselede. Her ailenin ki her erinin bir nimesi var mı? Umumi bir öykü koygan bir tüzümü olur demde. Bu ne er kişi ayalını kul diyen asasta emez. Aşında ehvallahım az ancımız yok emez cemiyetimizde. Bu ayalni mening bu şerikim hayotdagi, mening bir juftim degan asosda ayol bilan yaxshi o'tash, yaxshi muomala qilish, buni zulm qilmaslik, masalan, bularning hammasining payg'ambar axloqi ekanligini, payg'ambarimizningki xayrukum li ahli va ana xayrukum li ahli degan hadisini o'zining shuari qilsa, ya'ni sizning eng yaxshinglar o'zining oilasiga yaxshi muomala qilaligini ben ailemge yaxshi muamele kılıman deb ayna deganim Peygamberimiz. Peygamberimizin yukarı dedik, ayallarının kadrajına talaş tartış, bu batı bir ayalını uğan işi yok. Bizini tıllıgan işi yok. Bu depço ağzını bozup tıllıgan bir ahvali yok. Biz aş Resulullah'ın ki yaxshi bulalaysizlar degan muşu şartiga, muşu süpetke tushishun erlar tirishchanlik qilish lozim. Peygamberimiz sizin en yaxşılar ailesiga yaxshi muomala qilg'ini debdikan. Men shu en yaxshi deganlardan bo'lishim kerak degan bu shuarni har o'zininkicha birdan bir esiladigan shuari hayot mezoni qilsa, ayol kishi ma ergi bilan bo'ysunishim diniy bir mas'uliyatim bu. Payg'ambarimiz bu shu ergi bo'ysunishni vojib debdikan deb tunsa, bunu bir ibodat deb tunsa, bu aile inşallah inak üteleydi. Allah razı olsun. Programımızda bu şekilde ahırlaştırayım. Hürmetli televizyon çıkarındaşlar, bunun bilen bugünkü İslam sual ve cevap namlı programımız bu şekilde ahırlaştı. İnşallah başka programlarda görüş umudu bilen hem onların Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayır, hoş amına bulunlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.